bolalar. Menga do'ppi yarashdimi? Yarashibdi. Salom bolalar. Manfiylarga har doim hamma narsa yarashadi-da. Kecha do'ppilar haqida gaplashaman deganding. To'g'ri. Bolalar, sizda ham shunaqa bosh kiyim bormi? Oyijoningizdan so'rab ko'ring, xo'pmi? Qarang, do'ppi o'zi kichkinagina, lekin yoshi juda katta. Bobo, buvlaringizdan ham katta. Keyinchi, do'ppilar ham xuddi odamlarga o'xshaydi. Har xil. Ko'rinishi, rangi, bezaklari, hattochi do'ppilarning ham o'g'il bola va qiz bolasi bor. Buni hamma biladi. Munchoqli rangli do'ppilar qizlarniki. Oddiyroqlari esa o'g'il bolalarniki. Hech bunaqa emas. Surxondaryodachi o'g'il bolalar kiyadigan do'ppilar har xil rangdagi iplar bilan tikiladi. Yo'q. Farg'onada esa katta amakilar kiyadigan do'ppilar yaltirab turish uchun yelimdan ishlov berishadi. Sen o'zi do'ppi so'zi nima ma'no anglatishini bilasanmi? Bilaman albatta. Nima degani? Bu turkiy so'z tubedan olingan. Ma'nosi ust, yuqori degan. Ular orasida eng yoshi kattasi farg'onalik do'ppilar. Eng ko'zga tashlanadigani Buxoro do'ppilar. Nega? Chunki ular zar ip bilan tikiladi-da, yaltirab turadi. To'g'ri. Surxondaryo va Qashqadaryo do'ppilarining shakli yumaloq, bezaklari rangli bo'ladi. Musbatoy. Nega ularning bir xillari baland, bir xillari pastroq tayyorlanadi? Iqlimga qarab. Yo'q. Havosi o'rtacha yerlarda do'ppilarning balandligi ham o'rtacha bo'ladi. Namgarchilik ko'p joylarda balandroq, quruq issiq joyda yashovchilar boshga yaqinroq turadigan kaltaroq do'ppilarni kiyishadi. Zamonaviy til bilan aytganda, do'ppichi ventilyatsiya vazifasini bajaradi. Bosh miyani issiq va sovuqdan himoya qiladi. Shuningdek, lat yeyishdan ham. To'g'ri. Qiziq. Mana shu do'ppilarga kamera o'rnatsak qanaqa bo'larkin? Nima qilasan kamerani? Atrofda nimalar bo'layotganini bilish uchun. Deylik, ortimdan kim kelayotganini bilmoqchi bo'lsam, o'girilib qaramas edim. Yaxshi fikr. Aytganlarimiz do'ppilar haqidagi ma'lumotlar. Qadimda domofon vazifasini bajaruvchi narsalar haqida esa ertaga gaplashamiz.